Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar. Bugun men sizlarga juda muhim, kechiktirib bo'lmaydigan masalani tushuntirib beraman. 10 oktyabrdan boshlab ayrim fuqarolarning pensiya to'lovlari yangi ma'lumotnoma taqdim etilmasa vaqtincha to'xtatilishi, ya'ni bloklab qo'yilishi mumkin. Bu gap ayniqsa pensiya olayotganlar, nogironlik nafaqasi oluvchilar, boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi oluvchilar, chet elga vaqtincha chiqqanlar, yashash joyini o'zgartirganlar, hujjatlarda nomuvofiqlik bor fuqarolar uchun nihoyatda muhim. Men bu videoda vahima qilish uchun emas, aniq tushuncha berish uchun gapiryapman. Chunki ko'pchilik bitta oddiy ma'lumotnoma yoki tasdiqlovchi hujjatni vaqtida topshirmagani sabab oylik pensiyasini bir necha hafta, ba'zan bir necha oy kechikib olishi mumkin. Shu sababli hozirroq kanalga obuna bo'ling, videoga like bosing va oxirigacha eshiting. Chunki bugungi ma'lumot sizning yoki ota-onangizning pensiyasiga bevosita ta'sir qilishi mumkin. Avvallari ko'p hollarda pensiya to'lovlari avtomatik davom etardi. Fuqaro pensiya tayinlatgan, bank kartasi yoki pochta orqali pulni olib kelgan, keyingi oy ham shu tartibda davom etavergan. Ayrim hollarda pensiya jamg'armasi yoki mahalla, bandlik, tibbiy ekspertiza, FHDYO, migratsiya va boshqa idoralar o'rtasidagi ma'lumotlar kechikib yangilangani uchun fuqaro alohida borib tasdiq olib kelmasdan ham to'lovlar davom etgan. Endi esa nazorat kuchaymoqda. Davlat organlari elektron bazalarni solishtirishni, fuqarolarning haqiqiy yashash holati, tirikligi, nogironlik muddati, ishga kirgan-kirmagani, doimiy yashash manzili, chet elga chiqib ketgan-ketmagani kabi ma'lumotlarni aniqroq tekshirishni kuchaytirmoqda. Buning sababi oddiy. Pensiya va nafaqa davlat byudjeti hisobidan to'lanadi. Demak, har bir to'lov qonuniy asosga ega bo'lishi kerak. Bu o'zgarishning mohiyati shundaki, agar tizimda siz haqingizda shubhali, eski yoki to'liq bo'lmagan ma'lumot chiqsa, sizdan yangi ma'lumotnoma talab qilinishi mumkin. Agar shu ma'lumotnomani belgilangan muddatda taqdim etmasangiz, pensiya butunlay bekor bo'lmaydi, lekin vaqtincha to'xtatilishi mumkin. Ko'pchilik bloklab qo'yishadi deganda pulim kuyib ketadimi deb qo'rqadi. Men aniq tushuntiraman. Agar sizning huquqingiz saqlanib turgan bo'lsa, hujjatlarni topshirganingizdan keyin to'xtatilgan davr uchun ham to'lov qayta hisoblanishi mumkin. Lekin amalda bu jarayon vaqt, asab va yugur-yugurni malab qiladi. Oldin pensiya masalasida asosiy hujjatlar bir marta yig'ilgan bo'lsa, ko'p pensionerlar keyingi yillarda faqat kartasiga pul tushishini kutib yashardi. Masalan, 63 yoshli fuqaro yoshga doir pensiya tayinlatgan, ish staji va oyliklari tekshirilgan, pensiya miqdori hisoblangan. U har oy 1 million 200 ming so'm yoki 1 million 800 ming so'm pensiyasini olib kelgan. Agar u yashash joyini o'zgartirmagan, chet elga ketmagan, boshqa holat yuz bermagan bo'lsa, odatda hech kim undan har oy ma'lumotnoma talab qilmagan. Lekin hozir ayrim toifalarda vaziyat boshqacha. Masalan, nogironlik pensiyasi olayotgan fuqaroning nogironlik muddati 1 yilga yoki 2 yilga belgilangan bo'lishi mumkin. Agar tibbiy ijtimoiy ekspertiza muddati tugagan bo'lsa, yangi xulosa bazaga tushmasa, tizim bu fuqaroning nogironlik maqomi davom etyaptimi yoki yo'qmi degan savolni ko'rsatadi. Shunda pensiya to'lovi to'xtatilishi mumkin. Fuqaro qayta ko'rikdan o'tib, yangi ma'lumotni taqdim etsa, to'lov tiklanadi. Yana bir misol, boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi oluvchi bola 10 yoshga to'lgan. Agar u kunduzgi ta'limda o'qiyotgan bo'lsa, qonun bo'yicha ma'lum yoshgacha pensiya olish huquqi davom etishi mumkin. Lekin buning uchun o'qish joyidan ma'lumotnoma kerak bo'ladi. Agar kollej, texnikum yoki universitetdan falonchi kunduzgi bo'limda o'qiydi degan ma'lumot vaqtida taqdim etilmasa, tizim uni endi voyaga yetgan deb hisoblab pensiyani to'xtatish mumkin. Bu yerda fuqaro huquqini yo'qotgani uchun emas, tasdiqlovchi hujjat yetishmagani uchun muammo chiqadi. Yana bir holat, pensioner chet elga chiqib ketgan. U 2 oyga davolanishga, 3 oyga farzandinikiga yoki 6 oyga ishlayotgan o'g'li yoniga ketgan bo'lishi mumkin. Bunday holatda yashash manzili bank kartasidan foydalanish, fuqaroni identifikatsiya qilish, uning tirikligi va pensiya olish huquqi bo'yicha qo'shimcha tasdiq talab qilinishi mumkin. Ayniqsa pensioner uzoq vaqt davomida shaxsan ko'rinmasa, kartadan boshqa odam pul yechayotgan bo'lsa, tizimda savollar paydo bo'ladi. Birinchi navbatda nogironlik pensiyasi yoki nafaqasi olayotgan fuqarolar ehtiyot bo'lishi kerak. Chunki bu turdagi to'lovlar ko'pincha muddatli bo'ladi.
Masalan, fuqaroning nogironligi 2024 yil 2 oktyabrgacha belgilangan bo'lsa, u men har doim olib kelganman-ku deb o'tirsa bo'lmaydi. Muddat tugashi bilan yangi tibbiy xulosa kerak bo'ladi. Agar xulosa kechiksa, pensiya ham kechikadi. Ikkinchi toifa. Bo'qovchini yo'qotganlik pensiyasini olayotgan o'quvchi talabalar. Masalan, ungundagi yoshli talaba otasidan bo'qovchini yo'qotganlik pensiyasi oladi. U sentyabrda universitetga o'qishga kirdi. Lekin o'qish joyidan ma'lumotnomani pensiya jamg'armasiga topshirmadi. Oktyabr oyida tizimda u 12 yoshdan oshgan shaxs sifatida ko'rinadi. Agar kunduzgi ta'lim bo'yicha tasdiq bo'lmasa, to'lov vaqtincha to'xtatilishi ehtimoli bor. Bu juda ko'p uchraydigan holat. Chunki talabalar hujjatni kechiktiradi. Ota-onalar esa o'qishga kirdi. Demak, hammasi avtomatik bo'ladi deb o'ylaydi. Uchinchi toifa. Yashash joyini o'zgartirgan pensionerlar. Masalan, fuqaro Samarqand viloyatidan Toshkent shahriga ko'chib kelgan, lekin doimiy yoki vaqtincha ro'yxatdan o'tish hujjatlarini tartibga keltirmagan. Pensiya ishi bir hududdan ikkinchi hududga o'tish kerak bo'ladi. Hujjatlar orasida uzilish bo'lsa, to'lov kechikadi. Ba'zan fuqaro eski manzilda ro'yxatda turadi, amalda esa boshqa viloyatda yashaydi. Bu ham tekshiruvda savol tug'diradi. To'rtinchi toifa. Bank kartasi orqali pensiya olayotgan, lekin kartadan o'zi emas, boshqa odam foydalanayotgan pensionerlar. Men amaliyotda shunday holatlarni ko'p ko'rganman. Ona yoki ota qishloqda yashaydi. Kartasi esa shahardagi farzandida bo'ladi. Farzandi har oy pulni yechib yuboradi. Ota-onasiga naqd beradi yoki ba'zan umuman bermaydi. Tizim bunday holatni har doim ham darhol aniqlamaydi. Lekin shikoyat tushsa yoki identifikatsiya talab qilinsa, pensionerning shaxsan tasdiqlanishi so'raladi. 5-toifa hujjatlarda farq bor fuqarolar. Masalan, pasportda ism Muhammadali, eski mehnat daftarchasida Mamadali, nikoh guvohnomasida familiya boshqacha, tug'ilgan sana bir hujjatda Urmay, boshqasida Imbirmay bo'lib qolgan. Bunday kichik ko'rgan xatolar pensiya ishida katta muammo keltirib chiqarishi mumkin. Elektron bazalar bir-biriga mos kelmasa, sizdan arxiv ma'lumotnomasi, FRADIO tasdig'i, sud qarori yoki boshqa izohlovchi hujjat talab qilinadi. Agar siz yoshga doir pensiya olayotgan bo'lsangiz, hujjatlaringiz to'g'ri bo'lsa, yashash manzilingiz o'zgarmagan bo'lsa, kartangiz o'zingizda bo'lsa, tizimda qarama-qarshi ma'lumot bo'lmasa, unda ortiqcha vahima qilishga asos yo'q. Hamma pensionerning pensiyasi birdaniga to'xtatiladi degan gap noto'g'ri. Gap hamma haqida emas. Ma'lumotlari yangilanishi yoki tasdiqlanishi kerak bo'lgan fuqarolar haqida ketmoqda. Shuningdek, agar sizdan hech qanday xabar kelmagan bo'lsa, mahalla, bank yoki pensiya jamg'armasi sizga murojaat qilmagan bo'lsa, pensiyangiz odatdagidek tushayotgan bo'lsa, demak hozircha sizda muammo bo'lmasligi mumkin. Lekin men baribir tekshirib qo'yishni maslahat beraman. Chunki muammo paydo bo'lgandan keyin yugurgandan ko'ra oldindan aniqlab, erta hujjatni topshirib qo'ygan ma'qul. Masalan, 19 yoshli pensioner har oy 1.500.000 so'm pensiya oladi. U ro'yxatda turgan manzilda yashaydi. Pasporti yangilangan bank kartasi o'zida. Hech qanday qo'shimcha nafaqa olmaydi. Bunday odam odatda xavf guruhiga kirmaydi. Lekin u yaqinda pasportini ID kartaga almashtirgan bo'lsa, bankdagi ma'lumotlar yangilanganmi? Pensiya jamg'armasida yangi hujjat raqami ko'rinayaptimi? Shuni tekshirtirib qo'ysa zarar qilmaydi. Birinchi misol, Gulbahor opa 2 guruh nogironlik pensiyasi oladi. Uning pensiyasi 1.320.000 so'm. Nogironlik muddati 2024 yil 5 oktyabrda tugaydi. U esa oldingi yil ham o'zim borib yurganman, keyin chaqirishadi deb kutib o'tiradi. 10 oktyabrdan keyin to'lov tizimida yangi tibbiy xulosa ko'rinmaydi. Natijada noyabr oyida pensiya tushmaydi. Gulbahor bankka boradi, bank bizga pul kelmagan deydi. Pensiya bo'limiga borsa, yangi tek xulosasini olib keling deyishadi. U tibbiy ko'rikka yoziladi, navbat kutadi. Hujjat yig'adi. Shu orada 2 kun vaqt ketadi. Agar u sentyabr oxiridayoq bu ishni boshlaganida pulida uzilish bo'lmasdi. Ikkinchi misol, Azizbek 15 yoshga to'lgan, otasidan boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi oladi. U universitetning kunduzgi bo'limiga kontrakt asosida o'qishga kirgan. Pensiyasi oyiga 900.000 so'm. Bu pul unga yo'l kira, ovqat, kitob uchun kerak. Lekin u o'qish joyidan ma'lumotnoma olib pensiya jamg'armasiga topshirmagan. Oktyabrda uning pensiyasi to'xtatiladi. Keyin u universitet dekanatiga boradi, ma'lumotnoma oladi, pensiya bo'limiga topshiradi. To'lov tiklanadi.
lekin kechikkan pulni kutishga to'g'ri keladi. Bu yerda muammo qonunda emas, hujjat topshirishdagi kechikishda. 3-misol, Jo'rayev aka 7 yoshda pensiyasini bank kartasi orqali oladi. U kasal bo'lgani uchun kartasini o'g'liga bergan. O'g'li har oy pulni yechadi. Bir kuni bank yoki pensiya organi pensionerning o'zi shaxsan tasdiqlanishini so'raydi. Jo'rayev aka bora olmaydi. Ishonchnoma ham rasmiylashtirilmagan. Natijada to'lovda vaqtincha muammo paydo bo'ladi. Bunday vaziyatda qonuniy ishonchnoma, vakillik hujjati yoki pensionerning holatini tasdiqlovchi tibbiy hujjat kerak bo'lishi mumkin. 4-misol, Munira opa turmushga chiqqanida familiyasini o'zgartirgan. Lekin ayrim eski hujjatlarda eski familiya qolgan. Pensiya tayinlashda bu masala bir amallab hal qilingan. Keyin elektron bazalar yangilanganida nikoh guvohnomasi, tug'ilganlik guvohnomasi, mehnat daftarchasidagi yozuvlar o'rtasida farq ko'rinadi. Pensiya bo'limi qo'shimcha tasdiq so'rashi mumkin. Agar Munira opa hujjatlarini tartibga keltirmasa, keyingi tekshiruvlarda pensiya hisob-kitobi yoki to'lovda kechikish bo'lishi mumkin. Eng muhim nozik jihat shuki, hamma ma'lumotnoma bir xil emas. Kimdandir o'qish joyidan ma'lumotnoma talab qilinadi. Kimdandir tibbiy xulosa, kimdandir yashash manzili bo'yicha tasdiq, kimdandir bank rekvizitlari, kimdandir FHD, yo'q hujjati yoki arxiv ma'lumotnomasi talab qilinishi mumkin. Shuning uchun qo'shningizdan sizdan nima so'rashdi deb so'rab, o'zingizga xulosa chiqarmang. Har bir pensiya ishi alohida ko'riladi. Yana bir nozik masala, ayrim ma'lumotlar elektron tarzda avtomatik tushadi. Lekin hammasi ham har doim o'z vaqtida tushadi deb bo'lmaydi. Masalan, universitet talaba bo'yicha ma'lumotni bazaga kiritgan bo'lishi mumkin, lekin pensiya jamg'armasi tizimida u hali ko'rinmasligi mumkin. Yoki tek xulosasi chiqarilgan, lekin elektron almashinuvda kechikish bo'lgan. Shuning uchun hammasi elektron-ku deb qo'l qovushtirib o'tirmang. Elektron tizim bor, lekin mas'uliyat baribir fuqaroning o'zida ham qoladi. Yana bir xato, odamlar telefon orqali so'rash bilan cheklanadi. Telefon orqali sizga umumiy ma'lumot berishlari mumkin, lekin muammoni hal qilish uchun ariza, hujjat, shaxsni tasdiqlash kerak bo'lishi mumkin. Ayniqsa pensiya to'xtatilgan bo'lsa, og'zaki gap yetarli bo'lmaydi. Siz yozma murojaat qilsangiz, ro'yxatdan o'tkazilgan ariza raqamini olsangiz, keyin javob talab qilish osonroq bo'ladi. Chet elda yurgan pensionerlar uchun ham alohida e'tibor kerak. Agar fuqaro uzoq muddat O'zbekistondan tashqarida bo'lsa, ayrim holatlarda tiriklikni tasdiqlovchi hujjat, konsullik orqali tasdiq, vakil orqali rasmiy murojaat yoki boshqa hujjat talab qilinishi mumkin. Bu masalani oldindan aniqlamasdan yurish xato. Chunki chet eldan hujjat olish, tarjima qilish, tasdiqlash ko'proq vaqt oladi. Bank kartasi masalasida ham ehtiyot bo'ling. Karta muddati tugagan, karta bloklangan, pasport ma'lumoti bankda yangilanmagan, telefon raqami boshqa odam nomida, karta yo'qolgan bo'lsa, pensiya kelgan taqdirda ham puldan foydalanishda muammo chiqadi. Ko'pchilik buni pensiya bloklandi deb o'ylaydi. Aslida bank kartasi yoki identifikatsiya muammosi bo'lishi mumkin. Shuning uchun pensiya tushmaganini ko'rsangiz, avval bankdan ham, pensiya jamg'armasidan ham alohida tekshiring. Endi eng muhim qismiga o'tamiz. Nima qilish kerak? Men sizga aniq tartibni aytaman. Birinchi qadam, pensiya turini aniqlang. Siz yoshga do'yib pensiya olyapsizmi? Nogironlik pensiyasimi? O'quvchisini yo'qotganlik pensiyasimi? Ijtimoiy nafaqami? Parvarish puli yoki boshqa turdagi to'lovmi? Chunki talab qilinadigan hujjat pensiya turiga qarab farq qiladi. Ikkinchi qadam, oxirgi hujjatlaringizni tekshiring. Pasport yoki ID karta amal qilyaptimi? Familiya, ism, sharif hamma joyda bir xil yozilganmi? Tug'ilgan sana mosmi? Yashash manzili to'g'rimi? Bank kartasi faolmi? Telefon raqamingiz sizning nomingizdami? Oddiy ko'ringan shu narsalar keyin katta muammoga aylanadi. Uchinchi qadam, agar nogironlik pensiyasi olsangiz, nogironlik muddati qachon tugashini tekshiring. Buni tibbiy xulosangizdan ko'rasiz. Agar muddat yaqinlashgan bo'lsa, poliklinika va tibbiy ijtimoiy ekspertiza masalasini kechiktirmang. Shifokorlardan kerakli tahlillar, tekshiruvlar, yo'llanmalar ro'yxatini oldindan so'rang. Ko'rikdan 31 kunda bitmasligi mumkin. Qon tahlili, rentgen, uzi, mutaxassis xulosasi kerak bo'lsa vaqt ketadi. 4-qadam, agar boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi olayotgan farzandingiz 12 yoshdan oshgan bo'lsa, o'qish joyidan ma'lumotnoma oling. Ma'lumotnomada talabaning FIShi, tug'ilgan sanasi, ta'lim muassasasi nomi, kursi,
ta'lim shakli, ayniqsa kunduzgi bo'limda o'qishi aniq yozilgan bo'lishi kerak. Chunki sirtqi, kechki yoki masofaviy ta'lim bo'yicha qoida boshqacha bo'lishi mumkin. Ma'lumotnoma muhrlangan, imzolangan va sanasi yangi bo'lishi kerak. 5-qadam. Yashash joyingiz o'zgargan bo'lsa, ro'yxat masalasini tartibga keltiring. Mahalla, migratsiya va fuqarolikni rasmiylashtirish bo'limi yagona interaktiv davlat xizmatlari portali yoki davlat xizmatlari markazi orqali kerakli ma'lumotni aniqlang. Pensiya ishini bir hududdan ikkinchi hududga ko'chirish kerak bo'lsa, pensiya jamg'armasining hududiy bo'limiga murojaat qiling. 6-qadam. Agar hujjatlarda ism, familiya, sana yoki boshqa farq bo'lsa, buni yashirmang. Bilib qolishmasa kerak degan fikr noto'g'ri. Elektron bazalarda baribir chiqadi. FHDYO bo'limidan tug'ilganlik, nikoh, ajrim, familiya o'zgargani haqida hujjat oling. Agar eski mehnat daftarchasida xato bo'lsa, arxivdan yoki sobiq ish joyidan tasdiqlovchi ma'lumotnoma kerak bo'lishi mumkin. Ayrim hollarda sud orqali yuridik faktni belgilashga to'g'ri keladi. 7-qadam. Pensiya jamg'armasiga murojaat qilganda og'zaki gap bilan cheklanib qolmang. Ariza yozing. Arizada men falon turdagi pensiya olaman. Pensiya to'lovining to'xtatilmasligi yoki tiklanishi uchun hujjatlarimni qabul qilishingizni so'rayman deb aniq yozing. Hujjatlaringizning nusxasini ilova qiling. Arizangiz qabul qilingan sana va ro'yxat raqamini saqlab qo'ying. Bu keyinchalik juda kerak bo'ladi. 8-qadam. Agar pensiya tushmay qolsa, darhol 3 joyni tekshiring. Bank, pensiya jamg'armasi va hujjat holati. Bankdan karta bloklanganmi? Hisob faolmi? Pul kelganmi? Texnik muammo yo'qmi deb so'rang. Pensiya bo'limidan to'lov nima sababdan to'xtaganini yozma yoki rasmiy tarzda aniqlang. Keyin aynan qaysi hujjat yetishmayotganini so'rang. Ma'lumotnoma olib keling deyishsa, qaysi tashkilotdan, qaysi mazmunda, qaysi muddat uchun kerakligini aniqlashtiring. 9-qadam. Katta yoshdagi ota-onangizning ishini farzand sifatida tekshirib qo'ying. Ko'p keksalar telefon xabarini tushunmaydi, SMS o'qimaydi. Bank ilovasidan foydalana olmaydi. Davlat idorasiga borishga qiynaladi. Agar siz ota-onangizga yordam bermoqchi bo'lsangiz, ularning pasporti, pensiya guvohnomasi yoki pensiya haqidagi ma'lumotlari, bank kartasi muddati, yashash manzili, sog'lig'i bilan bog'liq hujjatlarni bir marta ko'rib chiqing. Bu yordam keyin ularni ko'p ovora bo'lishdan saqlaydi. 10-qadam. Hujjatlarni oxirgi kungacha qoldirmang. Ayniqsa 10 oktyabr atrofida talab kuchaysa, hamma bir vaqtda idoralarga yuguradi. Navbat ko'payib, telefonlar band bo'ladi. Ma'lumotnoma beradigan joylarda kechikish bo'ladi. Siz ertaroq harakat qilsangiz, muammoni sokinroq va tezroq hal qilasiz. Men sizga alohida maslahat beraman. Kichkina daftar yoki telefoningizda pensiya bo'yicha muhim sanalarni yozib qo'ying. Nogironlik muddati qachon tugaydi? Bank kartasi qachon tugaydi? Pasport yoki ID karta qachon almashtirilgan? Oxirgi marta qachon pensiya jamg'armasiga murojaat qilingan? Ariza raqami necha, qaysi xodim qaysi hujjatni so'ragan? Bu oddiy tartib sizni ko'p chalkashliklardan qutqaradi. Agar siz hujjat topshirgan bo'lsangiz, uning nusxasini saqlang. Ma'lumotnoma asl nusxasini topshirsangiz, hech bo'lmasa rasmga olib qo'ying. Ariza topshirsangiz, qabul qilinganini tasdiqlovchi belgi yoki raqamni oling. Chunki keyin topshirgandim degan gapni isbotlash qiyin bo'lishi mumkin. Shuningdek, begona odamlarga pasport nusxasi, bank kartasi raqami, SMS kod, PIN kod bermang. Pensiya bloklanadi, men ochib beraman deb pul so'raydigan firibgarlar ham chiqishi mumkin. Hech bir rasmiy idora sizdan telefon orqali SMS kod so'ramaydi. Pensiya masalasini faqat rasmiy idora, davlat xizmatlari markazi, pensiya jamg'armasi bo'limi yoki ishonchli elektron xizmatlar orqali hal qiling. Xulosa qilib aytsam, 10 oktyabrdan keyin eng katta xavf hamma pensionerlar uchun emas, balki ma'lumotlar eskirgan, muddati tugagan, tasdiqlovchi hujjati yetishmayotgan yoki tizimda nomuvofiqlik chiqqan fuqarolar uchun. Agar sizda nogironlik muddati tugayotgan bo'lsa, farzandingiz 12 yoshdan oshib o'qiyotgan bo'lsa, yashash joyingiz o'zgargan bo'lsa, hujjatlaringizda farq bo'lsa yoki pensiyangizni boshqa odam karta orqali olayotgan bo'lsa, albatta tekshirtiring. Men sizga maslahat beraman. Bugun hujjatlaringizni ko'rib chiqing. Kerak bo'lsa pensiya jamg'armasiga murojaat qiling. Qaysi ma'lumotnoma kerakligini aniq so'rang va kechiktirmang. Pensiya sizning qonuniy haqqingiz. Lekin bu haqqingiz uzluksiz to'lanishi uchun hujjatlar ham tartibda bo'lishi kerak. Sizlarda shunday holat bo'lganmi?
pensiya kechikkanmi, ma'lumotnoma so'rashganmi, bank kartasi yoki hujjatlar sabab muammo chiqqanmi? Izohlarda yozib qoldiring. Boshqalar ham sizning tajribangizdan foyda oladi. Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va bu ma'lumotni ota-onangiz, qarindoshlaringiz, qo'shnilaringizga yuboring. Chunki bitta vaqtida topshirilgan ma'lumotnoma butun bir oilani ortiqcha tashvishdan saqlab qolishi mumkin.